Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun haftaning bozor kuni Berinli tovuq bozorini obzor etib chiqamiz. Sizda yangilar bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kunlaringiz xayrli va barakatli, savoblarga to'la kun bo'lsin, omadli kun bo'lsin kunlaringiz. Bozorchilarimizning savdolarini bersin. Ketdik, boshlaymiz. Assalomu alaykum. Yana necha so'm undigingiz? Ha? Undik necha so'm? 400 deb turibdi. 400? Necha bo'lsa berasiz? Ha? Nechaga so'rab turibdi? 300 ga so'radi. 300 ga bermadingizmi? Gel qo'shing. Beraman. Necha bo'lsa berasiz? 350 ga beraman. Assalomu alaykum. Necha so'm undiklar? 450, 200. Qaysi 450 aqma? Ha, Bergining 350. so'ragan odam bo'ldimi? So'rayotganlar. Nechadan so'rab turibdi? 200, 350 dan so'rab turibdi. Bermadingizmi? Savdoingiz bersin. Undishkalar necha so'mdan? Bunalarmi? Ava. Buna 200 ming, bunalar 70 dan. Buna Ha. xo'rozlar ham bor. Xo'rozlar necha so'mdan? Bular 150 dan kelishamiz. Kelishgandan nechadan berasan? So'rang qani? 50 dan. Ya, ha? Buni to'lab. Hammasini, Nokia'ning xo'rozining barisini. Ya. Nechadan berasan? Shu bunalar 50 dan to'lashab chiqar. 50 dan to'g'rilashami? 1 kilo go'sht bormi? Ko'tarib ko'ring. Normali. Assalomu alaykum. Necha so'm xo'rozingiz? 80 deb turibdi. 80, 1 kilo go'sht bormi? Ha. Nechaga berasiz? Beraman shu 70 ga. 70 ga so'radimlar? Ha, 50 ga so'rabdi. Assalomu alaykum. Necha so'm? 400 dan. 400 dan. So'ragan odam bo'ldimi? Nechaga so'radilar? 350. Bermadingizmi? Savdoingiz bersin. Necha so'm? Xo'rozingiz? 80. 80. Belgilaringizmi? Ber 80 dan. Nechadan berasiz? 80 dan beraman. 80 dan, aytib 80 dan berasizmi? Assalomu alaykum. Aqtovani sotib boshladingizmi? Ova. Necha so'mdan? 25 dan. 20 dan. 20 dan, 25 dan. Bu 25, bu 20 dan. Men so'rayapti. Assalomu alaykum. Necha so'm tovuqlar? Yaxshi, o'zingiz chaqtanmisiz? 20 dan, bular 15 dan. Bular 20 dan, bular 15 dan. Voy, bozordim yomon bo'lyapti, yurib bo'lmasdi. Assalomu alaykum. Necha so'm bular? Yaxshimisiz? Yaxshimi, farma. Barbun farman o'zingiz ham. Bular 245 dan 40 berdim. Tamam. Bular ikisi 25 beraman ikisini. İkisini 25, o 12,5 ming so'm. Zo'r Lekin baho. bedara. Go'shti yo'q. Go'sht verdingiz bugundim. Ha? Go'sht verdingiz bugun. Aksiya. Yaxshi. Telefon nomeri aytib qo'ying. 99'luk. 501 69 99. Adam Alisher. Televizorda aqtoq kerak bo'lsa. Ha, eng. Dastlabki bu metallar açıldı. Nechaga dastlabki bor? 100 tane alsa Beruni şehrine. O nüks pala yok. Assalomu alaykum. Undik necha so'm? Salom chiqsan kamera, yaxshimisan? Bor bu, harma o'zing ham. Undiklar 300 dan. 300 dan. Nechadan berasiz? 350, 320 berasiz. Salom necha so'm xo'rozingiz? Xo'rozlar 180 dan. 180 dan. 1,5 kilo go'shti bormi? 2 kilo go'sht bor. 2 kilo go'sht bormi? Undishkam siznikimi? Bunalar 200. 200. Undiklar necha so'm? Ayoqqa salom alaykum. 280. Qaysi 280? Belgisi emasmi? 400 ağa. 400 dan. Necha bo'lsa berasiz bu? 350. 350 bo'lsa 5-6 kilo go'sht bormi? 6 kiloga yaqin bor. Joy. Undishkan necha bo'lsa berasiz? 200. Ayt, 200 berasiz. Bozorimiz bulchiryapti mana qor yog'ganga. Assalom, qo'yallar necha so'm? 60, 75, 100. Qaysi 60, qaysi 100? Valla 60'dan, valla 30'dan. Bular 30'dan. Bularni? 60'dan mı bular? Mana 100 bu. 100 ming so'mdan.
Oho, mana Brahma tovuqlar necha so'm ekan? 250. 250. Xorazmi bular? Necha bo'lsa berasiz bularni? 200 olsa beraman. 200 bo'lsa berasiz. So'ragan odam bo'ldimi? So'rabdi. Nechaga so'radilar? 150 ga qo'ydi. Uydan ham to'g'lanmi? Assalom aka necha so'm? Soat Ag'a akaning necha so'm? 8. 800 so'radimilar? So'rabdi. Nechaga so'rab turibdi? Pelanga berdim men, bahani so'rabdi. Ha. Necha so'm akaningiz? 700 necha bo'lsa berasiz? 500 larga ketaverib. Assalomu alaykum, xorazlar necha so'm? Necha bo'lsa berasiz? Shu 110-120 bo'lsa beraman. 80-90lardan ketmaymi bari? Necha so'm? 350 aytib turibdi. 350 aytib turibdi. Nechaga so'radilar? 250 so'rabdi. 4-5 kilo go'shti bormi? 4,5 kilo. 4,5 kilo go'shti bor. Yaxshi, savdangiz bersin. Assalomu alaykum, xo'roz necha so'm? Xo'roz 120. 120. 100 ga berasizmi? Yo'q. Bermaysizmi? Makan yo'qmi? Mana bor bak, bir makan. Bir makan bormi? Xo'rozlar necha so'm? 100dan. Hammasi 100danmi? Benimkisi 60 so'm. 60 ham bor ekan mana qora tovuq. Necha so'm tovuqlarimiz? Assalomu alaykum. 80dan. Makanlar 80danmi? Xo'rozlaringizmi? Xo'rozlar 80dan, 90dan, 100dan. Xo'rozlarim, makanlarim 80danmi? Yaxshi. Undingiz necha so'm? 300dan. 300 ming so'm. Yaxshi. Arzonlab boshlabmi? Necha so'm tovuqingiz? Tavuklar 120 bunu. Bulardan 70'den 80'den bir batırmış. Yaxshi. Semizmi? Tulib turganmi? Tavuk tuğu bir de var. Üç kula bu kadar. 3 kilo buni necha olib tursiz? Bu 110 veremiz. 110 mi? Durama koy. Yaxshi ko'rdim. Uydan ham tog'larmi? Tavuklar. Telefon nomeri ayting. 97'den 650 1977. Tovuq xo'roz kerak bo'lsa telefon etaverasizlar mana. Bular kimniki? Murat akang o'zi yo'qmi? Vaqasini aytib bilsak. Shu 140, 130dan. 140 130 aytib turibdi. O'tan kichkina. Akşam ne olacak? Bular necha so'mdan xo'rozlar? 100dan. 70-80dan berasizmi? Yaxshi. Necha so'm bu tovuqlar? 50'den 100'den. Qaysi 50dan bularmi? 70 dan. Undingizdan? Assalom. 400 ming so'm. Yosh ko'p ekanmi sizda? 200 ming. Yaxshi. Qancha so'm? 150 dan xo'rozlar. Sizniki? 200. So'radimlar? Nechaga so'rab turibdi? Xo'razim Necha so'm chiroyli xo'rozingiz? 200. 200. Necha aytdirsiz buni? 150. 150 so'radimlar? Nechaga so'rab turibdi? Şu 140 130. 1-2 kilo go'shti bormi? 4 kilo go'sht. Assalom. Necha so'm xo'rozlaringiz? Xo'rozdan 700dan. 200 dan. Necha so'radilar buni Raxtapa? 150 dan ketaverammi? Yo'q, ziyodraq tushadi. Necha 170 danmi? 200dan, 200dan. Makanlar necha so'mdan? Makanlar 70dan bo'ldi. 70 dan yaxshi baho. 70 ana bahasi. Arzonlabdi-ku. Постоянный tovuq telefon nomeri ayting. 99dan 016 92 63. Ana tovuq, xo'roz kerak bo'lsa, hamma narsa kerak bo'lsa telefon etaverasizlar. Shuning bilan Beruniy tovuq bozorini yakunlaymiz. Bozorda yurib bo'lmas darajada bilchirab yotibdi. Ko'p tushirmadik bugun shuning uchun. Qor yog'onga ham ber bilchirab yotibdi. Kanalimizda yangilar bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.